Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Eldindan to'lovsiz Nexia qidirib yurganlar uchun ina sizlar eldindan to'lovsiz Nexia. 2011-yil ishlab chiqarilgan, kraskasiga keladigan bo'lsak, Asujit bo'lgan, motorlari Aptolium edi, 200 mingdan ziyodroq kilometr yurgan, ichlari o'ta akkuratli holatda. Egasi mashinani haydab ko'ring, dum zo'r deb maqtagan uchun mashinani o'zim bir qator haydab ko'rdim. Haqiqatdan ham mashina zo'r ekan, yurishlaridan umuman gap yo'q ekan. Sonus gibrid bo'ladi. 2011-yil mashinamiz. Tan narxına keladigan bo'lsak 39 million so'm bo'ladi. Endi qaranglar. Bu narsani sizlarga krediti oldindan to'lovsiz chiqarib beramiz. Lekin sizlar notariusuna расход qilasizlar. Ya'ni generalniy доверенностьni o'zlaringiz olishlaringiz kerak. Xohlasangizlar 1 million 200 ming so'm generalniy доверенность olasizlar, xohlasangizlar adlaringizga o'tirib olasizlar. Mashinani garava qo'yib sizlarga kredit chiqarib beramiz. Endi 39 million so'm taxminan sizlarga 2 million 202 million atrofida oylik to'lovi chiqishi mumkin. 3 yil muddati bo'ladi. Mashinamiz Qo'shko'pir avtoliderda sotuvda turadi. 24 soat kelib savdolashib olishlaringiz mumkin. Asa yetti 2011-yil Nexia 39 million so'm. Baho yaxshimi, yomonmi kommentariyada yozib qoldiringlar. Podpiska bosib ko'rishni unutmanglar. Lekin kredit faqat Xorazmga beriladi. Shuni e'tibora olinglar. Viloyatlarga kredit chiqarib berolmaymiz. Viloyatlarga faqat naqd pul yo'sanishida bo'ladi. Asa yetti